Aya, mani bo'yim past bo'lsa xotinni qanday eplayman? Yoshing o'tib ketyapti. Sen ham uylanishing kerak. Sen tenglar farzandli bo'lgan. Ye, tushunmaysizlar-da mani. Sizmisiz? Ha, men. Men sizga uylana olmayman. Nima? Sen meni hech kim yo'q joyga olib kelib olib, qo'limdan ishlayapsan. Menga tegajog'lik qilyapsan. Uylanmasang ustingdan yozaman, qamadaman, tushundingmi? Bo'ylarim sizga yetmas, dardimni birov bilmas. Men sizga tekkan emas, yozavering, indamayman. Uzr so'ray yetgunicha, fikringizdan qaytgunicha, qo'lingizdan chiqqunimcha, yozavering, indamayman. Bo'yingiz uzun buncha, meniki mana buncha, ko'rinishim ginomcha, yozavering, indamayman. Bo'yingiz uzun buncha, meniki mana buncha, ko'rinishim maydacha, yozavering, indamayman. Bo'ldi ey. Toza rahmni ham keltirib yubording. Seni deb men shahardan keldim. Hasabi taksim gaplashib ber. Bo'rakansiz-ki, hozir men sizga oddiy taksi emas, yakson taksi chaqirib beraman. Yakson taksi? Uni qanday chaqirsa bo'ladi? Play Marketga kirasiz, yakson taksi ilovasini yuklab olasiz. Programmaning ichiga nomeri bor, zakazni beraverasiz. Qulayliklari juda ko'p. Eng qizig'i, shopirlarni savdolasangiz bo'ladi. Narx-navosini ko'tarib tushsangiz ham bo'ladi. Yuk yetkazib berish xizmati ham bor. Toshkentdan viloyatga, viloyatdan Toshkentga va Perigon xizmatlari bor. Yakson taksi Toshkent shahar va O'zbekistonning barcha hududlarida ishlaydi. Taksini sizlar chaqirdingizlarmi? Voy, tez kelaykan ha? Yuring. Bo'pti jonim. Alo. Taksini pulini bermabsan-ku. Mana beraman. Bo'ylarim sizga yetmas, dardimni birov bilmas.